Rossiyadagi tinimsiz qilingan qo'ng'iroqdan bezovta bo'lgan Sharofat aya o'g'illaridan xavotir ola boshladi. Katta o'g'li shu yerda, ikki o'g'li esa Rossiyada edi. Har telefon jiringlaganda katta o'g'li Nizom aka tashqariga chiqib ketar va juda xafa holda qaytardi. Bu holat 60 yoshdan oshib qolgan onaxonga shubhali tuyulardi. Nizomjon o'g'lim, tinchlikmi? Nega bezovtasan? Ukanglar yaxshimikin? Ha, onajon, salom aytishdi hammasi, yaxshi ekan, deya aravani quruq olib qochardi. Aslida kenjatoy 21 yoshdagi ukasi Muslimjon vagondan chiqqan olovdan qattiq kuygan edi. Sheriklaridan bittasi voqea joyida halok bo'lib, 3tasi bemorxonaga joylashtirilgandi. Bu shum xabarni onasiga aytishni xohlamagan Nizom aka har gal telefon jiringlaganda uydan chiqib gaplashardi. Ammo ona qalbi sezardi. Shu tarzda 2 kun o'tdi. Kechki soat 9larda yana qo'ng'iroq keldi. Nizom aka tashqariga chiqib ketdi. Allo, eshitaman. Akajon, akajon, yig'lagan holda katta ukasi gapirardi. Akajon, Muslimjonni berib qo'ydik. Akajon, ukamizdan ajralib qoldik. Hayotini saqlab qola olmadik, akajon, deya zor yig'lardi. Nozim aka yerga yiqila yozdi. Sekin o'tirib, ey Xudo, nega axir? Nega? deya achchiq ko'z yoshlar qilardi. Telefondagi aloqani uzish ham esdan chiqdi. Ikki aka ikki yoqda turib, jigar go'shasining bevaqt o'limidan qon yig'lardi. Bu ham yetmagandek qorong'u tun qora bulutlarni solib, yomg'ir quyib yubordi. Nozim aka onasini eshitmasin deya tashqarida yuragi bo'shaguncha dod deb yig'lardi. Oradan 1 soatlar o'tib uyga kirdi. Onasi uxlab yotardi. Nozim aka kasalmand onasini ayadi. Qizargan ko'zlarini artib, ayolining oldiga kirdi. Ayoliga bor gapni aytdi. Kelin ham qaynisining bevaqt o'limidan qon yig'ladi. Eshik va derazalarni ochib, poygakka sham yoqib qo'ydi. Qorong'ulikdan chirqiragan qalblar sham yorug'ida g'ira-shira ko'rinardi. Er u xotin bir vaqtgacha yig'lashib, uxlab qolishdi. Oh, bu tun. Oh, ukajonim jonini olib ketgan tun. Ertasi kuni Nizom aka yashirincha tayyorlanardi janozaga. Tashqarida mung'ayib o'tirgan onaxon o'g'lidagi o'zgarishni sezardi. Yana Rossiyadan telefon keldi. Tobutni ertasi ertalab olib borishini aytishdi. Nozim aka onasiga aytishga qaror qildi. Ena, bugun kechasi Muslimjon bilan Ma'ruf Rossiyadan kelishadi. Nega bo'lam? Tinchlikmi? Onaxonning yuzida xavotir paydo bo'ldi. Ha, enajon, Muslimning ozgina mazasi qochibdi. Kelib davolanadi. Yo'q, aldama bolam, nima bo'ldi? Nima bo'ldi o'zi? deya onaxon yig'lay boshladi. Nozim aka bir amallab onaxonni yupatardi. Ammo Sharofat aya halovatini yo'qotdi. Hali bu hech gap emasdi. Hammasi oldinda edi. Ertasiga ertalab, atrof sokin va osuda. Nizom aka saharlab turib, nimanidir kutardi. Hamma joy toza va orasta. Kattagina mashina kelib, darvoza oldiga to'xtadi. Nizom aka yig'ini to'xtata olmay, yugurib darvozani ochdi. Mashina kirib keldi. Ma'ruf mashinadan tushib, Nizom aka bilan yig'lagancha quchoq ochib ko'rishdi. Ular bir muddat kuygan bag'irlarini bir-biriga bosib, jigarim deya yig'lardi. Bu holatni ko'rgan tosh yurak ham yum-yum yig'lardi. Onaxon kelini va nabiralari bilan bu o'ng'aysiz manzaradan hayron tashqariga chiqishdi. Ma'rufjon yugurib borib, "Enajon" deya onasini quchib, o'kirib yig'lay boshladi. Uni bu holatdan faqat achchiq yig'i qutqarardi. "Ma'rufjon bolam, nega yig'laysan? Nega yig'layapsan bolam? Omonmisan? Yaxshi keldingmi? Qani mening kenjatoyim? Qani meni Muslimjonim?" deya atrofga alanglardi. Mahalla ahli yig'ilib borardi. Bu payt odamlar mashinaning orqasidagi tobutni tushirib hovliga yaqinlashib kelardi. Sharofat aya nima bo'lganini anglaganday bo'ldi va hazm qila olmay, "Yo'q, yo'q bolam"
Bolajonim, Muslimjonim, deya qarilikka xos munkullab tobutga yopishdi. Tobutni odamlar yerga qo'yishga majbur bo'lishdi. Onaxon tobutni quchoqlab, "Bolam, bolam, turgin, jon bolam. Tur, bag'rimga kelgin, jon bolam", deya tobutni ochishga harakat qilardi. Ammo Ma'ruf, "Inajon, inajon, ochmang, ochmang ina", deya onasini tortib bag'riga bosardi. Jigar porasidan ayrilgan onaxon tobutga bosh urib, o'ksib yig'lardi. Butun mahalla, qarindoshlar va ikki qizi ham ukasining janozasiga kelishdi. Tobutni onaxonga ko'rsatishmadi, chunki olovdan marhum Muslimjon tanib bo'lmas darajada kuygandi. Janoza o'qilib, duolar tortildi. Muslimjon 21 yoshida qora tuproq ichida kuygan tanasini sovutdi. Endi oxirati obod bo'lsin. Shahidlar qatorida bo'lsin. Amin. Sharofat aya har kuni tun zor yig'lardi. Bolam deya qaqshardi. Aytib yig'lardi. Bevaqt ketgan beklardayin jon bolam. Chimildiqni ko'rmay ketgan jon bolam. Onang ketib sen qolsangchi jon bolam. Umrimniyam sen olsangchi jon bolam. Kuyib qaro bo'lgan bolama. Murg'ak qalbi yaro bo'lgan bolama. Tobutini quchib ketgan bolama. Oh bag'rimdan uchib ketgan bolama. Allohimga yetarmikan nolama. Muslimjon uka, joylaring jannat, oxiratlaring obod bo'lsin. Hech bir bandaning boshiga bu savdolar tushmasin. Ilohim. Muallif Alijon Safarov.